Assalomu alaykum aka-ukalar, YouTube chorva ishqibozlari. Mana bugun 22-mart, hafta kuniga yakshanba. Biz Namangan viloyati Kosonsoydan video obzorimizni boshladik. Bugunga sotiladigan 15 bosh haqiqiy Pileminoy tuxumbosh Greenford g'o'najinlar bor. Sizlarga shularni chiroyli qilib hozir ko'rsatamiz. Marhamat, ko'ringlar. Kimga yoqsa, ekran pastida telefon raqamlarimiz bo'ladi. Aloqaga chiqib savdolashinglar mumkin. Mana bir chekkadan hozir ko'rsatamiz. Mana korobkalari. Mana orqa korobkalari juda yaxshi. Hammasi bir-biridan a'lo. Akalar, bu g'o'najinlari bo'ladi. G'o'najinlar buqadan 3-4 million arzon yuradi, xudo xolasa. Yaxshilab oxirida narxini ham aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana hozir bir qator ostilarini ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Endi bular sut yo'nalishi emas-ku, endi baribir ko'rsatib qo'ygan yaxshi. Mana ko'rindi. Hozir yaxshilab ko'rsatamiz. Men ko'rdimmi? Videoda ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Ostilar. Bularning bo'ylari 120 plus minus. Shu o'rtacha 120 ga olaverasizlar. Shu bugun mana shu semental buqamizni qo'shdik. $300 kiloda ham qo'shirsa yaxshi semiradi bular. Shuni hisobiga shu semental buqamizga qo'shib qo'ydik. Endi xohlagan odam yana ozgina boqib turib 1-2 oyda qo'shirsa ham bo'ladi, hozir qo'shirsa ham bo'laveradi. Hammasi bir-biridan go'zal. Mollari faqat pardozi yo'q. Hamma vaksinalari qilindi. Bitiga qarshi ham qilindi. Xudo xolasa bir 10 kunlarda bular yaltillab ketadi. Mana shunisi ham sementalga o'xshaydi, lekin bu semental emas, Greenford. Pardozan qilinsa, lekin sementalga tortadi. Lekin haqiqiy Pileminoy toza qizil Greenford. Bular ota-onalarining videolari ham bor. O'sha ota-onalari birinchi tug'ishiga живой 800 kilo 1 tonnagacha shunaqa mollarning bolalari. Bular narxiga kelsak, akalar, narxi 20 milliondan 24 milliongacha narx aytamiz. Ekran pastida raqamlar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib, savdolashib olib boqaverasizlar. Xo'sh, bir joyga 15 tasini olib boqaman degan akalar bo'lsa, bir joyga 22 million vodiy bo'ylab dastavkasi ichida qilib beramiz. Agar bunga qo'shgani buqam yo'q deysa, shu semental buqamiz ham bor. Bo'ylari 1.45 plus minus. Живой vesi где-то 500 kilo tepasida. Shuni qo'shib ham sotib yuboraveramiz. Buqan narxi 38 million. Faqat shoxi kuydirilmagan. Mana buqani ham yaxshilab ko'rsatib beramiz. Korobkalar. Juda baquvvat buqa.
Yaqinlashtirib bo'layotganim yo'q. Mana hozir yaqinlashgan holatini ko'rsataman. Bu yaqinlashgan holat. Bu Abishni o'zini holatda videoga olindi. Mana manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan viloyati Kosonsoy. Telegramdan yo telefon qilsanglar местоположениeni tashlab beramiz. Bemalol kelib ustida ko'rib olganinglar yaxshi. Videoda katta kichkina ko'rinib qolishi mumkin. Shuni hisobiga kelib ko'rib, savdolashib olib ketaverasizlar. Yeb ichishi, tani joni, xudo xolasa hammasi garantiya. Hamma joyida yashur bo'lib chiqqan. Yashurdan tuzaldi, hammasi sog'lom. Xudo xolasa endi yashur bo'lmaydi. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Like bosib, kommentariy yozib, fikringlarni qoldiringlar. Podдержка qilganlarga rahmat. Mana. Xudo xolasa bular 3-4 million arzoniga bo'lyapti. Buqasi bilan xudo xolasa bir xil semiradi, faqat qo'shirib qo'yish kerak. Qo'shgandan keyin yaxshi semiradi bular. Bu yashur bo'lganda anchagina ves tashab qo'ygan. Endi yashur bo'lib tuzalyapti. Haqiqiy yeb ichib o'ziga kelgan sog'lom holatda hozir. Faqat virusga ketadigan joyga kelgan. Mana akalar. Haqiqiy tuxum boshlar. Iloji boricha hammasini videoga olib ko'rsatishga harakat qildik. Yana kelib ustida bemalol ko'rib tanlab olib ketaversa. Bir dona ham sotiladi, bir joyga ham sotiladi. Hammalarga rahmat.